Assalomu alaykum. Men Zaynobiddinov Abdulloh, yosh biologman. Sizlar bilan yana 5-sinf biologiya kitobini mavzularini ulashishda davom etamiz. Hozir 5-mavzuyimiz tirik organizmlar haqida umumiy ma'lumot. Rejalarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi rejamiz zamburug'lar dunyosi, ikkinchisi o'simliklar dunyosi, uchinchisi hayvonot dunyosi va to'rtinchisi viruslar dunyosi. Birinchi rejamiz zamburug'lar dunyosi. Erkin harakatlana olmasligi bilan o'simliklarga o'xshab ketadi. Oziqlanishini geterotrofligi esa ularni hayvonlarga o'xshatadigan xususiyatlaridan biridir. Zamburug'lar dunyosi sporasi bilan tarqaladi va ko'payadi. Sporasini o'simliklarning urug'iga o'xshatishimiz mumkin, faqat ularning farqi mevada yetilmaydi. Bular qalpoqchasida yoki boshoqchasida yetiladi. Xilma-xilligiga kelsak, mikroskopda ko'rinadigan achitqi zamburug'lardan tortib, yirik qo'ziqorinlargacha o'z ichiga oladi. Ikkinchi rejamiz o'simliklar dunyosi, ya'ni flora. Flora erkin harakatlana olmaydi. Ozuqasini esa o'zi sintezlaydi, fotosintez jarayoni ishtirokida. Fotosintez jarayoni bu atmosferadagi karbonat angidridni yutib, kislorod gazini chiqaruvchi jarayondir. Va shu bilan birgalikda ular u jarayonda glyukozani, ya'ni organik moddani ham sintezlay oladilar. Uchinchi rejamiz hayvonot dunyosi. Fauna. Fauna erkin harakatlana oladi va oziqlanish turi geterotrofligi bilan o'simliklardan farq qiladi, zamburug'larga esa o'xshab ketadi. To'rtinchi rejamiz viruslar. Viruslar avtonom genetik tuzilmalar hisoblanadi. Hayotning hujayrasiz shakli bo'lib, jonli va jonsiz tabiat orasida oraliq formani egallaydi. Barcha hayotiy jarayonlarni faqatgina hujayra ichida amalga oshira oladi. Viruslarning xilma-xilligi o'simliklarda ham, hayvonlarda ham, bakteriyalarda ham uchraydi. O'simliklarda tamaki virusi, hayvonlarda quturish virusi, bakteriyalarda bakteriofag virusi va odamlarda gepatit, gripp, ensefalit, OITS va boshqalar. Odamlar orasida eng ko'p tarqalgan virusdan biri xuddi o'sha gripp. Gripp 2019-yil COVID-19 nomi bilan juda ham mashhur bo'ldi. Dastlabki belgilari haroratning ko'tarilishi, ya'ni isitma, ishtahaning pasayishi. Ishtahani pasayishi o'z-o'zidan oziq, ya'ni ovqat yemaslikka olib keladi va bu lanjlik, umumiy holsizlikni keltirib chiqaradi. Bu paytda bemorga nima qilishimiz kerak? Ko'proq suyuqlik ichirishimiz kerak va darhol shifokorga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.